Salom hammaga, mana SQB ilovasidan taklif uchun bonus pullarni chiqarib olishni o'rgataman. Qaranglar. Mana taklif uchun bonuslarda bizda hozir 340 ming turibdi. Xo'p, mana mablag'larni yechib olish turibdi. Bosamiz. Bizda mana hop qarang, men ochib olganman. SQB virtual uz kartini ochib olganman. SQBning kartasi bo'lishi shart ekan. Shu sababdan mana 180 ming so'm yechib olganmiz. 180 ming so'm to'plaganmiz. Hozir SQBning kartasiga yechib olamiz. 180 ming so'mni SQB ilovasini kartasiga yechib olishimiz kerak. Mana yechib olindi. SQB hali qo'lingizda karta qo'lingizda bo'lishi shart emas. Birinchidan eslatib qo'ying. Virtual bo'lsa bo'ladi mana. SQB virtual kartamiz mana birinchida turibdi, qadab qo'yganman turibdi. 210 ming so'm puli bo'ldi. Endi bundan mana kartaga yechib olish qilib, o'zimizni o'sha qo'limizdagi liboy kartamizga shunchaki yechib olsak bo'ladi. Mana 210 ming hozir SQB virtual kartamizda bor. Meni qo'limdagi kartam mana 1540 oxiri tugagan karta. Shunga shunday yechib olamiz. Ozgina komissiyasi bor ekan, 205 ming yozib qo'ya qolamiz. 205 ming. 205 ming yozamiz. O'tkazish qilamiz. Mana meni o'zimni Humo kartamga o'tdi. Qaranglar, endi virtual kartani qanday ochaman? Mana ko'proq degan bo'lim turibdi. Mana bu yerdan mening kartalarimni bosamiz. O'ng qo'lda mana tepada plus rasmi turibdi. Ustiga bosamiz. Ustiga bosganimizda mana virtual karta ochish turibdi. Mana pastdan ikkinchisida virtual karta ochish. Bosib o'zimizga kerakli Humo yoki Uzkart. Uzkartda asosan virtual bor ekan. Mana Uzkart virtual bo'lsa bitta bossak, o'sha 15 minutda bizga virtual karta ochib beradi. 15 minut 20 minutda virtual karta ochib beradi. Birinchi virtual kartamizga o'tkazamiz. Keyin o'zimizni o'sha birinchi qo'shib olgan Humo yoki Uzkart kartamizga o'tkazamiz. Ilovaga kirganingizda promokodni yozib, sразу o'zingizlarning kartalarini qo'shib qo'yinglar. Identifikatsiyadan o'tish kerak. Tepada identifikatsiyadan o'tish va karta qo'shish bo'yicha qo'llanma qilib qo'yganman. Uni ko'rib bemalol sizlardan pul chiqarib olsanglar bo'ladi.